Agar sizga elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi yoki uy-joy xizmatlari bo'yicha kvitansiya kelayotgan bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki ko'p odamlar o'zida imtiyoz borligini bilmaydi. Ayrimlar esa 100% kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lsa ham, yillar davomida pul to'lab keladi. Men bugun sizga qaysi 6 ta kvitansiyani ko'rko'rina to'lamaslik kerakligini, kimlar imtiyozga ega bo'lishi mumkinligini, qayerga murojaat qilishni va qanday hujjatlar kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oila uchun muhim. Chunki kvitansiya kichkina qog'ozdek ko'rinadi, lekin bir oyda 200 ming, 500 ming, ba'zan 1 million so'mgacha ortiqcha xarajatga sabab bo'lishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu kabi amaliy ma'lumotlarni ko'proq odam bilishi kerak. Oldin odamlar nima qilardi? Kvitansiya keldi. Unda summa yozilgan, darrov to'lashga harakat qilardi. Ko'pchilik qarz bo'lib qolmasin, svetni o'chirib qo'ymasin, gazni uzib tashlamasin deb hisob-kitobni tekshirmasdan pul o'tkazardi, lekin hozir vaziyat boshqacha. Davlat tomonidan ijtimoiy himoya tizimi kuchaytirildi. Ayrim toifadagi fuqarolarga kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar, kompensatsiyalar, subsidiyalar, qayta hisob-kitob qilish huquqi berilgan. Eng asosiy o'zgarish shuki, bugun ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni siz kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda bo'lsangiz, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, yolg'iz pensioner bo'lsangiz, boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsangiz yoki ijtimoiy yordam oluvchi toifaga kirsangiz, ayrim to'lovlar bo'yicha yengillik so'rashga haqqingiz bor. Lekin bu avtomatik tarzda har doim ishlaydi deb o'ylamang. Amalda odam murojaat qilmasa, hujjat topshirmasa, ariza yozmasa, tizim uni ko'rmasligi yoki kechiktirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun men kvitansiyani umuman to'lamang demayapman. Men aytayotgan gap, avval tekshiring, imtiyozingizni aniqlang. Noto'g'ri hisoblangan summa bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Kompensatsiya huquqingiz bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Ana shundan keyin to'lov masalasini hal qiling. Chunki qonuniy huquqni bilmaslik ortiqcha pul to'lashga olib keladi. Birinchi kvitansiya elektr energiyasi bo'yicha. Elektr to'lovi har bir uyda bor. Ayniqsa qishda isitish uskunalari, yozda konditsioner, suv nasosi, muzlatkich, kir yuvish mashinasi ishlaganda summa oshadi. Lekin ayrim oilalar uchun elektr energiyasi bo'yicha ijtimoiy norma, kompensatsiya yoki subsidiya mexanizmlari qo'llanilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida ijtimoiy himoya yagona reyestrida turadigan oila bo'lsa, davlat tomonidan ma'lum xarajatlar qoplanishi yoki ijtimoiy yordam hisobidan yengillik berilishi mumkin. Oddiy misol, 4 kishilik oila bor. Oila boshlig'i vaqtincha ishsiz, ona 2 nafar farzand bilan uyda. Bu oila mahalla orqali kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan. Har oy elektr uchun 5 ming so'm kvitansiya keladi. Oila buni bir yil davomida to'lab kelgan. Yiliga 2 million 100 ming so'm. Agar bu oilaga subsidiya yoki kompensatsiya tegishli bo'lsa, ular hech bo'lmaganda bir qismini qaytarib olishi yoki keyingi oylardagi to'lovdan chiqarib tashlatishi mumkin. Lekin ular murojaat qilmagan bo'lsa, hech kim kelib sizga pul qaytarib beramiz deb eshik qoqmasligi mumkin. Ikkinchi kvitansiya tabiiy gaz bo'yicha. Gaz to'lovi juda muhim. Chunki ko'plab oilalarda ovqat pishirish ham, isitish ham gazga bog'liq. Qishda gaz sarfi oshadi. Ba'zida hisoblagich noto'g'ri ko'rsatishi, eski qarz qo'shilib ketishi, abonent raqamida chalkashlik bo'lishi mumkin. Gaz bo'yicha ham ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar o'z hududidagi gaz ta'minoti tashkiloti va mahalla orqali imtiyoz yoki kompensatsiya masalasini ko'tarish kerak. Masalan, 72 yoshli yolg'iz ona bir xonali uyda yashaydi. Pensiyasi 90 ming so'm atrofida. Qishda unga 310 ming so'mlik gaz kvitansiyasi keladi. U qo'rqib dorisidan tejaydi, lekin gazni to'laydi. Mana shu eng achinarli holat. Chunki yolg'iz keksalar ijtimoiy yordamga muhtoj shaxslar bo'yicha mahalla ijtimoiy xodim, tuman ijtimoiy himoya bo'limi alohida ko'rib chiqishi kerak. Agar haqiqatda imtiyoz toifasiga kirsa, unga kompensatsiya rasmiylashtirish mumkin. Shuning uchun bunday insonlar kvitansiyani olib jim to'lab yurmasligi kerak. Uchinchi kvitansiya sovuq suv va oqova suv bo'yicha. Suv to'lovi ham ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Ba'zi uylar hisoblagichsiz bo'ladi, ba'zida ro'yxatda yashamaydigan odamlar ham hisobga qo'shilib ketadi. Masalan, kvartirada amalda 2 kishi yashaydi, lekin tizimda 5 kishi ro'yxatda qolgan. Natija tizimda 5 kishi ro'yxatda qolgan yoki hisoblagich ko'rsatkichlari
vaqtida topshirilmagani uchun o'rtacha sarf bo'yicha yuqori summa yoziladi. Misol keltiraman. Bir oilaning o'g'li chet elga ishlashga ketgan, qizi turmushga chiqqan, uyda faqat ota-ona qolgan. Lekin suv tashkiloti bazasida 5 kishi ko'rinadi. Har oy 20 ming so'm suv va kanalizatsiya to'lovi chiqadi. Aslida 2 kishi yashagani uchun hisob ancha kam bo'lishi kerak. Agar ular pasport ma'lumotlari, yashovchilar soni bo'yicha ma'lumot, hisoblagich ko'rsatkichini olib bo'lsa, qayta hisob kitob talab qilishi mumkin. Bu ham imtiyozning bir turi emas, lekin ortiqcha to'lovni to'lamaslik huquqidir. 4-kvitansiya issiqlik, ya'ni markaziy isitish va issiq suv bo'yicha. Ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar yaxshi biladi. Ba'zan batareya zo'rg'a iliq bo'ladi, lekin kvitansiya to'liq keladi. Ba'zan issiq suv haftalab bo'lmaydi, lekin hisob davom etadi. Bu yerda juda muhim qoida bor. Xizmat ko'rsatilmagan yoki sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, iste'molchi qayta hisob kitob talab qilish huquqiga ega. Albatta, buning uchun dalil kerak. Masalan, murojaat raqami, tashkilotga yozilgan ariza, qo'shnilar bilan tuzilgan davlatnoma, uy boshqaruvchisi yoki shirkat vakili tasdig'i. Bir misol, ko'p qavatli uyda noyabr oyida isitish berilishi kerak edi. Lekin uyning bir podezida 10 kun batareyalar sovuq bo'lgan. Aholi og'zaki shikoyat qilgan, lekin hech narsa yozmagan. Oy oxirida hammasiga to'liq kvitansiya kelgan. Agar ular o'sha kuniyoq issiqlik ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qilib, ariza raqamini olganida, uy bo'yicha dalolatnoma tuzdirganida, keyingi oyda qayta hisob kitob talab qilishi mumkin edi. Demak, xizmat bo'lmasa, pul ham to'liq bo'lmasligi kerak. Lekin buni isbotlash kerak. 5-kvitansiya chiqindi, ya'ni maishiy chiqindilarni olib ketish xizmati bo'yicha. Bu kvitansiyada ham ko'p xatolar uchraydi. Eng ko'p uchraydigan holat. Odam boshqa joyda yashaydi, lekin eski manzilida chiqindi to'lovi yozilaveradi. Yoki bir uyda vaqtincha hech kim yashamaydi, lekin barcha oila a'zolari uchun qarz hisoblanadi. Yoki mahallada konteyner vaqtida olib ketilmaydi, lekin to'lov to'liq keladi. Masalan, bir fuqaro Toshkentda ijarada yashaydi, lekin viloyatdagi ota uyida ro'yxatda turadi. Chiqindi to'lovi ikkala joyda ham chiqishi mumkin. Bu holatda u xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga borib, yashash manzili, ijara shartnomasi yoki vaqtincha yashash bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqidagi hujjatlarni ko'rsatishi kerak. Agar bitta xizmat uchun 2 marta hisoblangan bo'lsa, qayta hisob kitob so'rashi mumkin. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va ijtimoiy yordam oluvchi oilalar chiqindi to'lovi bo'yicha ham mahalladan yordam so'rashi kerak. 6-kvitansiya ko'p qavatli uylardagi majburiy badallar, uy-joyni saqlash, ta'mirlash, lift, tom, podval, umumiy joylar uchun to'lovlar bo'yicha. Bu ham eng ko'p bahsli kvitansiyalardan biri. Ba'zan boshqaruv kompaniyasi xizmat ko'rsatmaydi, lekin badal to'liq olinadi. Kirish yo'lagi tozalanmaydi. Chiroqlar yonmaydi, lift ishlamaydi, tomdan suv oqadi, lekin kvitansiya kelaveradi. Bu yerda odamlar bilishi kerak, agar xizmat shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, u bajarilishi kerak. Bajarilmasa, aholi yozma ravishda talab qo'yishi, dalolatnoma tuzishi bajarilmagan xizmatlar bo'yicha hisobni qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Misol uchun 9 qavatli uyda lift 2 oy ishlamadi. Har oy lift xizmati uchun har bir xonadondan 25 ming so'mdan olinadi. Uyda 7-2 ta xonadon bor. Demak, bir oyda 1 million 800 ming so'm, 2 oyda 3 million 600 ming so'm lift uchun yig'ilgan bo'lishi mumkin. Lift ishlamagan bo'lsa, aholi haqli savol beradi, bu pul nima uchun olindi? Mana shunday holatda odamlar bitta shikoyat qilmasdan, uy aholisi nomidan jamoaviy ariza yozish kerak. Bu ancha ta'sirli bo'ladi. Birinchi navbatda kam ta'minlangan oilalar o'z holatini tekshirish kerak. Agar siz ijtimoiy himoya yagona reyestrida tursangiz, bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, kommunal to'lovlar bo'yicha ham yengillik bor yo'qligini aniqlang. Ko'p odam men nafaqa olyapman bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida nafaqa boshqa, kommunal kompensatsiya yoki subsidiya boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar. Birinchi, ikkinchi yoki uchinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar. Nogironligi bo'lgan bolani parvarishlayotgan oilalar, mehnatga layoqati cheklangan shaxslar albatta o'z imtiyozlarini tekshirish kerak. Chunki ayrim imtiyozlar umumiy, ayrimlari hududiy dasturlar orqali beriladi. Ya'ni bir hududda mahalliy hokimlik qo'shimcha yordam ajratishi mumkin. Boshqa joyda tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar. Farzandlari boshqa joyda bo'lsa, o'zi mustaqil yashasa,
daromadi faqat pensiya bo'lsa, bunday odam kommunal xarajatlar bosimini ko'tarishi qiyin. Shuning uchun mahalla raisi, hokim yordamchisi ijtimoiy xodim bilan gaplashish kerak. Menga imtiyoz bormi deb so'rash uyat emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. 4-toifa bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, ona 2 yoki 3 farzand bilan qolgan. Bunday oilalarda har bir 7.000 so'm muhim. Agar kommunal to'lovlar muntazam katta chiqayotgan bo'lsa, ularni tekshirish, kompensatsiya masalasini ko'tarish kerak. 5-toifa urush va mehnat faxriylari alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar. Davlat tomonidan alohida himoya qilinadigan fuqarolar. Bu toifalar bo'yicha imtiyozlar hujjatlarga, guvohnomaga, maqomga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun guvohnomangiz bo'lsa, tegishli tashkilotlarga ko'rsating. Bazaga kiritilmaganini tekshiring. Lekin kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizda barqaror daromad bo'lsa, imtiyozli toifaga kirmasangiz, hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'ri bo'lsa, yashovchilar soni to'g'ri kiritilgan bo'lsa, xizmatlar sifatli ko'rsatilayotgan bo'lsa, unda kvitansiyani odatdagi tartibda to'lashingiz mumkin. Ammo baribir har oy raqamlarni tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xatolik hammada bo'lishi mumkin. Eng birinchi nozik joy, imtiyoz bor degani avtomatik ravishda hamma narsa bepul degani emas. Ayrim hollarda 100% kompensatsiya bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda faqat belgilangan norma doirasida qoplanadi. Ayrim hollarda ma'lum foiz chegirma beriladi. Masalan, siz juda katta uyda yashasangiz, eng kishilik sarf chiqsa, davlat faqat ijtimoiy norma doirasidagi qismini qoplashi mumkin. Qolgan ortiqcha sarf sizning zimmangizda qoladi. Shuning uchun menda imtiyoz bor, umuman to'lamayman deb o'ylash noto'g'ri. Ikkinchi nozik joy, kompensatsiya ba'zan oldindan emas, keyin qoplanadi. Ya'ni siz avval to'lovni amalga oshirasiz, keyin davlat belgilangan tartibda pulni qaytaradi yoki keyingi to'lovlardan chegirib beradi. Ba'zi hollarda esa to'lov to'g'ridan-to'g'ri kamaytirilgan holda keladi. Qaysi tartib sizga tegishli ekanini aniq bilish uchun mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan yozma tushuntirish oling. 3-nozik joy, qarzni imtiyoz bilan adashtirmang. Agar siz ilgari haqiqatan ham xizmatdan foydalangan bo'lsangiz va imtiyozingiz o'sha davrda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, eski qarz masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Ba'zi odamlar men bugun imtiyoz oldim, demak oldingi 2 yillik qarzim o'chadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Qarzning kelib chiqishi, hisob-kitob to'g'riligi, davom muddati, xizmat ko'rsatilmaganligi alohida tekshiriladi. 4-nozik joy, og'zaki gapga ishonib qolmang. Sizga imtiyoz yo'q, bunaqa narsa bo'lmaydi. Hamma to'lash kerak degan javobni telefon orqali eshitib to'xtab qolmang. Siz yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob berilishi kerak. Ana, shunda sizda dalil bo'ladi. Agar javob noto'g'ri bo'lsa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. 5-nozik joy. Hisoblagich ko'rsatkichlarini vaqtida topshirmaslik katta muammo tug'diradi. Elektr, gaz, suv bo'yicha hisoblagich bor bo'lsa, ko'rsatkichlarni muntazam tekshiring, rasmga oling, sanak o'rnidan qilib saqlang. Agar tizimda boshqa raqam chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Aks holda tashkilot o'rtacha sarf yoki normativ bo'yicha hisoblab qo'yishi mumkin. 6-nozik joy, uyda yashovchilar soni. Ko'p kommunal to'lovlar abonentlar soniga bog'liq bo'ladi. Kimdir ko'chib ketgan, kimdir vaqtincha boshqa shaharda, kimdir vafot etgan, lekin bazdan chiqarilmagan bo'lishi mumkin. Bu juda og'ir xatolarga olib keladi. Men ko'rgan holatlarda odamlar vafot etgan qarindoshi uchun ham yillab chiqindi yoki suv to'lovi to'lab kelgan. Shuning uchun oila tarkibi ma'lumotlarini yangilab turing. 7-nozik joy, xizmat sifati. Agar suv bosimi yo'q, issiqlik yetarli emas, chiqindi vaqtida olib ketilmaydi, lift ishlamaydi, umumiy joylar tozalanmaydi, siz baribir to'lash kerak deb o'ylamang. To'lov xizmatga bog'liq. Xizmat bo'lmasa yoki sifatsiz bo'lsa, dalil to'plang va qayta hisob-kitob talab qiling. Lekin yana aytaman, buni rasmiylashtirish shart. Birinchi qadam, barcha kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, uy-joy badali bo'yicha oxirgi 6 oy yoki imkon bo'lsa, 12 oylik kvitansiyalarni alohida papkaga joylang. Agar mobil ilovada bo'lsa, skrinshot oling. To'langan summalar va qarz sifatida ko'rsatilgan summalarni solishtiring. Ikkinchi qadam, oilangiz maqomini aniqlang. Siz kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdamisiz? Nafaqa olasizmi? Nogironlik guvohnomasi bormi? Yolg'iz pensioner maqomingiz bormi?
Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatingiz bormi? Farzandingiz nogironligi bo'yicha hujjat bormi? Shularni tekshiring. Agar aniq bilmasangiz, mahallaga boring va mening oilam ijtimoiy himoya reyestrida turadimi? Kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya yoki subsidiya olish huquqim bormi deb so'rang. 3-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta nusxasi, JSSHR yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, kadastr yoki uy hujjati, kommunal xizmat abonent raqamlari, oxirgi kvitansiyalar, imtiyoz guvohnomasi, pensiya yoki nafaqa ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, TMEK yoki tegishli tibbiy ijtimoiy hujjatlar kerak bo'ladi. Agar boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsangiz, tegishli guvohnoma va nafaqa hujjatlarini qo'shing. 4-qadam yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozing: Men falon manzilda yashayman. Quyidagi kommunal xizmatlar bo'yicha to'lovlar menga og'irlik qilmoqda. Mening oilam falon ijtimoiy toifaga kiradi. Menga amaldagi tartib bo'yicha imtiyoz, subsidiya yoki kompensatsiya mavjudligini aniqlab berishingizni, mavjud bo'lsa rasmiylashtirishda amaliy yordam ko'rsatishingizni so'rayman. Arizani mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli kommunal tashkilotga topshiring. Albatta kirim raqamini oling. 5-qadam, har bir xizmat bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Elektr bo'yicha elektr ta'minoti korxonasiga, gaz bo'yicha gaz ta'minoti tashkilotiga, suv bo'yicha suv ta'minoti korxonasiga, issiqlik bo'yicha issiqlik ta'minoti tashkilotiga, chiqindi bo'yicha sanitar tozalash korxonasiga, uy-joy badali bo'yicha boshqaruv kompaniyasi yoki shirkatga murojaat qiling. Bitta joyga borib hammasi hal bo'ladi deb o'ylamang. Har bir xizmatning o'z bazasi va o'z abonent raqami bor. 6-qadam, noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Arizada aniq yozing: falon davr uchun hisoblangan summa noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki keyin sababni ko'rsating, uyda kam odam yashagan, hisoblagich ko'rsatkichi boshqa bo'lgan, xizmat ko'rsatilmagan, imtiyoz hisobga olinmagan, qarz asossiz qo'shilgan. Dalillarni ilova qiling. Dalilsiz ariza zaif bo'ladi. Dalil bilan ariza kuchli bo'ladi. 7-qadam, xizmat ko'rsatilmagan holatda davlatnoma tuzing. Masalan, issiqlik yo'q bo'lsa, qo'shnilar bilan birga yozma davlatnoma tuzing. Sana, vaqt, xonadonlar ro'yxati holatni yozing. Imkon bo'lsa video yoki foto oling. Boshqaruv kompaniyasi vakilini chaqiring. Kelmasa chaqirildi, kelmadi deb yozing. Keyin ariza bilan birga topshiring. Bu sizning qayta hisob-kitob qilish talabingizni mustahkamlaydi. 8-qadam, javobni kuting. Lekin nazoratni qo'ldan bermang. Qonuniy tartibda murojaatlarga belgilangan muddatda javob berilishi kerak. Agar javob berilmasa yoki javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Masalan, tuman darajasida hal bo'lmasa, viloyat boshqarmasi, vazirlikning ishonch telefoni, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari yoki prokuratura orqali murojaat qilish mumkin. Eng oxirgi chorada sud tartibida huquqingizni himoya qilasiz. 9-qadam, qarzni to'lashdan oldin uning tarkibini so'rang. Menda 1 million qarz chiqibdi degan gapning o'zi yetarli emas. Qarz qaysi oylar uchun? Qaysi tarif bo'yicha, qaysi ko'rsatkich asosida? Penya qo'shilganmi? Eski qarzmi? Boshqa abonentdan o'tib ketganmi? Hammasini yozma tarzda so'rang. Ba'zan odamlar o'ziga tegishli bo'lmagan qarzni ham to'lab yuboradi. Keyin qaytarib olish juda qiyin bo'ladi. 10-qadam, kelajak uchun odat qiling. Har oyning ma'lum kunida hisoblagichlarni rasmga oling. Kvitansiyalarni tashlab yubormang. To'lov cheklarining elektron nusxasini saqlang. Oilada kimdir ko'chib ketsa, vafot etsa, ro'yxatdan chiqsa yoki yangi odam ro'yxatga kirsa, kommunal tashkilotlarga ham bu ma'lumotni yangilang, chunki pasport tizimida o'zgarish bo'lgani bilan kommunal bazaga darrov tushmasligi mumkin. Bugungi asosiy fikr shuki, elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va uy-joy xizmatlari bo'yicha kelgan kvitansiyalarni ko'r-ko'rna to'lamang. Avval tekshiring. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsangiz, imtiyoz, subsidiya yoki 100% gacha kompensatsiya olish huquqingiz bo'lishi mumkin. Agar xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa, to'liq pul talab qilinishi adolatli emas. Agar hisob-kitob so'rash sizning huquqingiz. Eng muhimi, jim yurmay yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan ish bitmaydi. Hujjat, ariza, kirim raqami, dalolatnoma, kvitansiya va chek sizning asosiy qurolingiz. O'z huquqingizni bilsangiz, oilangiz byudjetini himoya qilasiz. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi kvitansiya bo'yicha muammo chiqdi? Qancha summa noto'g'ri hisoblandi?
imtiyoz olishga harakat qildingizmi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam ortiqcha pul to'lamaydi va o'z qonuniy huquqini talab qila oladi.